Assalomu alaykum. Mavzuning ham qiziq nuqtasiga yetib keldik. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. UZIP va himoya vositalari bo'lmish avtomat va eruvchan saqlagich предохранительlar haqida suhbatlashamiz. Ushbu sxemada 3 ta toifa UZIP sinflari alohida chizib ko'rsatilgan har bir holat uchun. Bu yerda hisoblagich, ya'ni счетчик o'rnatilgan. UZIPdan oldin eruvchan saqlagich va keyingi toifa UZIPdan oldin eruvchan saqlagich va undan keyingi toifalarda ham eruvchan saqlagich ko'rsatilgan. Endi biz har bir holatni alohida o'rganib chiqaylik. Ko'p savollar beriladi. UZIPga avtomat yaxshimi yoki предохранитель, ya'ni eruvchan saqlagich yaxshimi degan savollar berishadi. Bu haqda yaxshilab fikrlasak, avtomat o'zi, mana buni avtomat deb oladigan bo'lsak, avtomat o'zi ichida g'altakdan iborat bo'lgan qurilma. Boshqacha aytadigan bo'lsak, maksimal tok relesi prinsipida ishlaydigan bir mexanizm bo'ladi. Solenoid, ya'ni g'altak ko'rinishidagi chulg'am bo'ladi va ichida harakatlanuvchi sterjin bo'ladi. Katta tok oqib o'tayotganda sterjin harakatga keladi. Ya'ni shu g'altak orqali katta tok oqib o'tadi, ketma-ket ulanganligi sababli va shu sababdan sterjinni o'z ichiga kiritishni boshlaydi. Shu holatda himoya avtomatimizning elektromagnit расцепители ishga tushadi. Har bir simimiz uzunligi qancha uzun bo'lsa, uni induktivligi bo'ladi. Qancha uzun bo'lsa, induktivlik shuncha ko'p bo'ladi. Odatda har bir metr kabelimiz taxminan 1 mikrogenriyni tashkil qiladi. Ana shu 1 mikrogenriyni o'zi ham murakkab bo'lgan matematik formulalar bilan hisoblaganda yuqori kuchlanishni beradi. Shu induktivlikka kelgan katta kuchlanish, ya'ni chaqmoqdan hosil bo'lgan kuchlanishlar kelganida o'zida shu energiyani saqlab qolib, uzilish sodir bo'lganda bu o'zida energiyani chiqarib yuborishga harakat qiladi. Ana shu chiqarib yuborayotgan energiya katta kuchlanishni tashkil etadi. Bu degani avtomat xavfli qurilma hisoblanadi UZIP bilan birga ishlatilganda. Bu tarafda esa UZIP yo'q deb tasavvur qilsak, demak avtomatda to'plangan energiya ana shu tarafga o'tib ketadi. Ya'niki UZIPimizning UP parametri bor edi-ku, ana shu parametr odatda 2 kilovolt, 1,5 kilovolt, 1,2 kilovolt o'sha UP parametrida yozilgan bo'ladi. Ana shu kilovoltga qo'shilgan holatda ana shu induktivlikni o'zida hosil bo'lgan, o'z induksiya hodisasi orqali hosil bo'lgan kuchlanish qo'shiladi. Aytaylik, 1,5 kilovoltlik UP parametriga ega bo'lgan UZIPimiz va bu yerda hosil bo'lgan energiya kuchlanishi qo'shiladi. 1,5 kilovolt aytaylik, unga qo'shiladi yana 5 kilovoltni tashkil etadi deylik. Shunda 6,5 kilovolt bu tarafga o'tib ketadi. Ana shunday xavf xatar bo'lmasligi uchun shunday ulanish xato hisoblangani sababli bunday ulanishdan qaytarilgan. Eruvchan saqlagich haqida aytadigan bo'lsak, eruvchan saqlagich avvalambor qisqagina, kaltagina maxsus qorishmadan tayyorlangan o'tkazgich bilan yasalgan bo'ladi va u deyarli induktivlikka ega emas bo'lgan qurilma hisoblanadi. Shu jihatlama ham eruvchan saqlagich ancha afzal hisoblanadi. O'rnatishda, montaj qilishda afzalroq hisoblanadi. Ammo avtomatdan to'laqonli voz kechilmagan, shunchaki avtomatni to'g'ri ulash ham mumkin bo'ladi. Bu haqida biroz keyin tushuntirib o'taman. Hozir esa eruvchan saqlagich haqida batafsil ma'lumotlarga kirishaylik. Mana bu holatni ham bir ko'rib chiqamiz. Ushbu surat mashhur Edvard Bazilyan professor darsliklaridan olindi. Ushbu holatda UZIP avtomat bilan birga qo'llanilgan, ya'ni avtomatni holatini ko'rsatgan. Bu holatda chaqmoq bu tarafdan keladi, uzadi, ammo avtomatni induktivligi himoya qilinayotgan
qurilma tarafga o'tib ketadi va zarar yetkazishi tabiiy. Bu holatdan foydalanish man etilgan. Shuning uchun keyingi holatni ham bir ko'rib chiqaylik. Bu holatda avtomat oldinroq turgan bo'ladi. Aytaylik, bu o'sha kirish avtomati deylik, shitimizdagi. Avtomatdan keyin uzib turgan hisoblanadi. Bu holatda agar chaqmoq bu tarafdan kelsa, avtomat orqali o'tadi va uzibga keladi. Avtomatdan ortiqcha kuchlanish chiqib ketayotgan bo'lsa ham, ya'ni chaqmoq urgandan keyin qolgan UP parametridagi kuchlanish, aytaylik 1,5 kilovolt va avtomatda yig'ilib qolgan kuchlanish bu tarafga otilib ketadigan bo'lsa, bu yerda uzib turgan hisoblanadi. Uzib o'sha maksimal holatda yutishga harakat qiladi. Shunda zarba himoya qilinayotgan tarafga emas, uzib tarafga o'tib ketadi. Bu holatda esa unday holat mavjud emas. Shuning uchun bunday montaj qilishdan qaytarilgan. Bu holatda o'chirib qo'yilishining sababi tok uzluksiz ta'minlab turilishi kerak bo'lgan texnika bo'lsa, bu holatda avtomat uzib qo'ygani uchun to'g'ri kelmaydi. Shu sababdan krest qilib chizib qo'yilgan, X qilib. Ammo tok uzilsa ham bo'laveradi, bu unchalik muhim emas deydigan bo'lsak, unda bu sxema ishlatishga yaroqli hisoblanadi. Bu sxemadan foydalansak bo'ladi. E'tibor bersak, mana bu yerda ham yozilgan 1 metr kabelimiz 1 mikrogenri induktivlik beradi. Formulalar bo'yicha hisobladigan bo'lsak, hattoki o'sha kelayotgan chaqmoq energiyasiga ko'ra hattoki 100 kilovoltgacha ham yetib kelishi mumkin. Nisbatan afzalroq bo'lgan sxemalardan mana shuni taklif qilish mumkin. Kirish avtomati bo'ladi. Kirish avtomatidan keyin eruvchan saqlagich bo'ladi. Ana shu eruvchan saqlagichdan keyin uzib ulanadi. Ushbu grafikka e'tibor beradigan bo'lsak, eruvchan saqlagich haqida foydali ma'lumotlar berilgan. Ushbu grafikni Den plus Zonne firmasidan o'quv darsliklari sifatida bu grafik chizilgan. Ana shu grafikni professor Edvard Bazilyan o'zining darsliklarida aktiv holatda foydalanadilar va shu sababdan men ham tavsiya beraman. Shu bo'yicha tanlashimiz mumkin. Grafikka e'tibor beradigan bo'lsak, bu jadval, ya'ni bu grafikimiz 10 ga 350 bo'lgan impuls formasiga tegishli hisoblanadi. Ya'ni birinchi toifa uzibga tegishli hisoblanadi. E'tibor beradigan bo'lsak, uzibning kiloamperlari qancha katta bo'ladigan bo'lsa, предохранитель, ya'ni eruvchan saqlagichning nominali ham shunga yarasha bo'ladi. Bu qanday hisoblanadi deydigan bo'lsak, e'tibor beramiz. Bu taraflama eruvchan saqlagichning nominallari yozilgan. Vertikal holatda esa uziblarning kiloamper parametrlari yozilgan. Endi aytaylik, birinchi toifa uzib 20 kiloamper deb olaylik. Birinchi toifa uzib 20 kiloamper deb olsak, ya'ni energiyasini. Shunda to'g'riga chizadigan bo'lsak, mana bu qora nuqtaga to'g'ri keladi. Ya'ni 160 amperlik eruvchan saqlagich bo'lishi kerakligini taqozo qiladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, so'rashlari mumkin, nega bu yerda qora nuqta chizilgan, tepada qizil nuqta chizilgan? Sababi, bu qizil nuqtada ana shu предохранителimiz, eruvchan saqlagichimiz, boshqacha aytadigan bo'lsak, plavka vstavka deyiladi. Shu qizil nuqtada portlaydi. Qora nuqtada esa предохранителimiz eriydi. Erib zanjirni uzib beradi. Biz shunday o'rnatishimiz kerakki, aslo va aslo eruvchan saqlagichimiz portlaydigan holatga kelishi kerak emas. Ana shu holatlarni e'tiborga olishimiz kerak. Odatda birinchi toifa uziblarga eng kamida 100 amperlik va 125 amperliklardan boshlanadi o'rnatish. Bu yerda kichkina nominallar ham ko'rsatilgan, ammo shu yerdan ham bilib olsak bo'ladi. Masalan, aytaylik, 63 amperlik eruvchan saqlagichimiz bo'lsa,
Ana shu qora nuqtada bu degani 5 kiloamperda erib ketadi degani. Qizil nuqtasi esa portlaydigan nuqtasi 20 kiloamperda portlab ketar ekan. Bu aynan birinchi toifa impulsga tegishli, ya'ni 10 ga 350 ko'rinishdagi impuls formasiga tegishli. Ikkinchi toifa esa alohida suhbatlashamiz. Ikkinchi toifaga sal boshqacharoq qarash kerak bo'ladi. Eruvchan saqlagichlarimiz GG toifasidagi eruvchan saqlagichlar o'rnatilishi tavsiya beriladi. Ularni tokka bardoshligi ham yuqori hisoblanadi. 100 kiloamperlarni ham tashkil etadi. UZIP uchun предохранительni qanday tanlaymiz? Biz odatda UZIPlarni real holatda sinovdan o'tkazishga qodir emasmiz. Shuning uchun birinchi navbatda UZIP ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga va kataloglariga nazar tashlashimiz kerak. Ishlab chiqaruvchining katalogi birinchi navbatda qaraladi. O'sha yerda unga tavsiya berilgan eruvchan saqlagich nominali yozilgan bo'lishi kerak. Undan so'nggina avtomat tanlash mumkin bo'ladi. Men uchun Schneider Electric kataloglari juda qo'l keladi. Shuni e'tibordan oladigan bo'lsak, himoya vositasi avtomat va eruvchan saqlagichga ajratib chiqqan va alohida jadval qilib chizgan. Xo'p, bu tarafdan boshlaymiz. 3-tip, ya'ni 3-sinf UZIPi, 2-tip UZIPi va 1-tip UZIPi chizilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, har bir kompaniya, har bir ishlab chiqaruvchi faqat o'zining mahsuloti bilan sinovdan o'tkazgan bo'ladi. Shuning uchun o'zining mahsuloti bilan birga qo'shib olish tavsiya beriladi. Masalan, aytaylik, eng ko'p ishlatilinadigan nominallar 40 kiloamperlik UZIPlar deb oladigan bo'lsak, mana bu yerda 40 kiloamper yozilgan. IPRD degan modeli bo'ladi, 40R deb yozilgan. Masalan, shu bilan birga agar eruvchan saqlagich qo'yiladigan bo'lsa, SBI seriyasiga mansub eruvchan saqlagich modullari bo'ladi. Ana shu modul ichiga bevosita o'sha предохранительni o'zini joylab qo'yiladi va o'sha предохранитель bilan birga ishlaydi. E'tibor beradigan bo'lsak, 50 amperlikni tavsiya bergan. Eruvchan saqlagichning razmerlari, o'lchamlari bo'ladi 14 ga 51 mm. 14 bu uning diametri, 51 esa uzunligi hisoblanadi. IPFK turidagi UZIP uchun esa 40 kiloamperlik UZIP uchun 63 amperlik eruvchan saqlagich tavsiya berilgan. Ya'ni o'zining mahsuloti bilan. Kichikroqlarini ko'radigan bo'lsak, 20 kiloamperlik IPRD 20R modelini oladigan bo'lsak, 32 amperlik eruvchan saqlagich tavsiya berilgan. Shu jadvallarga ko'ra tanlashimiz mumkin, ammo bir jihatiga e'tibor beramiz. Albatta, birinchi navbatda ishlab chiqaruvchining katalogi bo'yicha, aynan o'zining tavsiyasi bo'yicha tanlashdan boshlanadi. O'z boshimchalik bilan предохранитель qo'ya olmaymiz. Bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Предохранитель nominali bizga ma'lum bo'lsagina, shundan keyingina avtomat tanlashga o'tamiz. Ishlab chiqaruvchi odatda avtomat nominalni ham tavsiya berib ketadi. Shunga ko'ra ham topishimiz mumkin. Aytaylik, 40 kiloamperga mansub bo'lgan IPFK 40 UZIPi uchun S toifadagi avtomat 40 amperlik avtomat tavsiya berilgan. Seriyasi IK60N. Bu Acti 9 seriya avtomatga tegishli. IPRD 40R, ya'ni 40 kiloamperlik, bu ham bularning orasidagi farqi bilishimcha, biri kartrijli ko'rinishda, boshqasi monoblok ko'rinishda. Xo'p, bunga ham 40 amperli S kategoriyali avtomat tavsiya berilgan. 20 kiloamperli UZIPlari uchun esa 20 amperli S kategoriya avtomat tavsiya berilgan. Yana bir jihatga e'tibor beramiz. Qisqa tutashuv toki kattaroq bo'lgan joylarga, ana shu joylarga yarasha nominallar ham o'zgarib boradi. Aytaylik, 6-10 kiloamperlik bo'lgan qisqa tutashuv joylarida S kategoriyalik 20 amperlik avtomat tavsiya berilgan bo'lsa, transformatorga yaqinroq joyga joylashgan hollarda esa ana shu nominallar
qisqa tutashuv toklari kattaroq bo'lgani sababli nominallar biroz o'zgarishi mumkin. Ya'ni tepaga yuqoriga harakat qilsak, mana 63 amperlik avtomatni ham tavsiya bergan. Bu holatda ham xuddi shunday. Qisqa tutashuv toki katta bo'lgan sari eruvchan saqlagichning nominali ham kattalashib boradi. Mana aytaylik, bu yerda 32 amperlik eruvchan saqlagich edi. Qisqa tutashuv toki baland bo'lgan joyda esa 125 amperlik eruvchan saqlagich o'rnatishlikni tavsiya berilgan. Bu degani, aytaylik, eng asosiy taqsimlash shitida shu taraflarga yaqinroq o'rnatilgan bo'lsa, tabiiyki eruvchan saqlagich nominali ham kattaroq bo'ladi, chunki qisqa tutashuv toki katta bo'lgani uchun. Ba'zan so'rab qolishlari mumkin, uzipni himoya qilish uchun предохранитель o'rnatish kerakmi yoki avtomat o'rnatish kerakmi deb qolishlari mumkin. Aslida uzipni himoya qilinmaydi, balki tarmoqni qisqa tutashuv yomon oqibatlaridan asrab qolish uchun предохранитель va avtomat qo'llaniladi. Ushbu suratdagi ikkala holatni ham ko'rib chiqaylik. предохранитель nominalni shunday tanlash kerak bo'ladiki, chaqmoq zarbasi bu tarafdan keldi deb hisoblasak, ana shu katta tokni o'zidan o'tkaza olish kerak, yetarli darajada o'tkaza olish kerak yerga o'tib ketishi uchun va shu bilan birga uzipga zarar yetishi bilan paydo bo'ladigan qisqa tutashuv toki sababidan eruvchan saqlagich erib, uzilib ketishi kerak bo'ladi. Varistorimiz tokni chegaralovchi qurilmalar toifasiga kiradi. Birdaniga katta kuchlanish kelib qolganda varistor shaybalari, qarshiliklari birdaniga tushib ketadi. Ammo qanchadir miqdorda qarshilik baribir qoladi. Shuning sababidan bu chegaralovchi qurilmalar toifasiga kiradi. Ikkinchi holatda ham o'xshash holat bo'ladi. Bu holatda gaz razradnigi qo'llanilgan. Gaz razradnigimiz hamrohlik toki deb nomlangan o'ziga xos bir xarakteristikasi bor. Bu holatni ham bir ko'rib chiqaylik. Chaqmoq zarbasi bu tarafdan kelayotgan bo'lsa, предохранитель nominalimiz shunday tanlashimiz kerakki, chaqmoq tok kuchini bemalol yerga o'tkaza olish kerak. Shu bilan birga razradnikda paydo bo'lgan duga, ya'ni yoy sababidan u hamrohlik tokini olib kirishiga sababchi bo'ladi. Hamrohlik toki va chaqmoq toki, mana bu qizil chaqmoq toki bo'lsa, hamrohlik toki mana bu rangda belgilangan. Ya'ni ikkala yo'nalishdagi tokni o'tkaza oladigan holatda bo'lishi kerak. Bu degani, chaqmoq keldi, yerga so'ndi, ammo duga uzilgani yo'q. Ana shu uzilmagan duga o'ziga xos bir salbiy holatni jalb qilgani bilan boshqa afzallik tomoni bor. Bu haqida avvalgi darslarda o'tganmiz. Ana shu duga hosil bo'lgandan keyin hamrohlik toki paydo bo'ladi. Bu hamrohlik toki va chaqmoq toki boshqa narsalar hisoblanadi. Chaqmoqning toki impuls xarakteristikasiga bog'liq bo'lsa, hamrohlik toki yaqin atrofdagi tok manbai bo'lgan shu transformatorni quvvat xarakteristikasiga bog'liq hisoblanadi. Hamrohlik toki bu degani deyarli qisqa tutashuv toki degani. Shunda chaqmoq zarbani, bu yerdan chaqmoq zarbasi shunda kelganida yerga o'tkazib yuboradi. Eruvchan saqlagichimiz nominali shunga yetarli darajada bo'lishi kerak va qisqa tutashuv hosil bo'lganda, ya'ni hamrohlik toki oqib kelayotganda eruvchan saqlagichda harorat ko'tarilgani sababidan uzilishi kerak. Aynan shunday nominal tanlash kerak bo'ladi. Albatta bu holat ko'pchilik proyekt va muhandislik sohasida ishlayotganlarga qiyinchilik tug'diradi. Ammo shu nozik nuqtalarni va shu ilmlarni puxta bilib olsak, biz uchun ancha osonlashadi. Shunda eruvchan saqlagich orqali chaqmoqning toki o'tganda ma'lum bir temperaturaga qiziydi, ya'ni aytaylik T1 deb nomlaylik. Bilamizki, eruvchan saqlagichning ichidagi joylashtirilgan o'tkazgich ko'ndalang kesimi kichikroq bo'ladi, ya'ni erishga moslashgan bo'ladi. Katta tok oqib o'tayotgan zanjirda aynan
eng ingichka joyi aynan shu eruvchan saqlagichga to'g'ri keladi. Qarshilik qonunlaridan ma'lumki, ingichka joy qarshilikka ega bo'ladi. Aynan shu qarshilik joyida temperatura hosil bo'ladi. Va uzibga zarar yetganidan hosil bo'ladigan qisqa tutashuv toki T2 temperaturani hosil qilganida, ya'ni qisqa tutashuv toki hosil bo'lganidan keyingina ikkilamchi harorat, ya'ni T2 temperatura hosil bo'lganida erishi kerak bo'ladi. Aynan shunday eruvchan saqlagichni tanlasak, shu to'g'ri tanlov hisoblanadi. Shuning uchun ham ushbu grafikda erish va portlash nuqtalari alohida ta'kidlab o'tilgan. Yana bir bor qaytarib o'tamiz. Eruvchan saqlagichimiz shunday tanlanishi kerakki, chaqmoq zarbasini yerga o'tkaza oladigan darajada katta nominalga ega bo'lishi kerak. Ammo shu bilan birga uzibga zarar yetgandan keyin hosil bo'ladigan qisqa tutashuv tokini va hamrohlik tokini oqib o'tganda hosil bo'ladigan temperatura sababli erib ketadigan bo'lishi kerak. Aslo portlaydigan holatga olib kelmaslik kerak. Chaqmoq zarbasi qancha katta bo'lsa-yu, eruvchan saqlagichimizning nominali shuncha kichik bo'lsa, portlash hodisasi shuncha yuqori bo'ladi. Uzibni aytaylik, xonadon shitiga o'rnatilayotgan bo'lsa, kirish avtomati bor va eruvchan saqlagichi bor va yo'q holatlarini bir ko'rib chiqaylik. Qaysi holatda eruvchan saqlagichni o'rnatmasa ham bo'ladi deb so'raganlar bor. Shu holatni bir ko'rib chiqaylik. Avvalambor maqsadni oldindan aytib olishimiz kerak. Biz himoya qilmoqchi bo'lgan qurilmalarimizga doimiy tok kelib turishi kerakmi, yo'qmi? Shunga ko'ra biz javobni bera olamiz. Aytaylik, bizga himoya qilmoqchi bo'lgan qurilmamizga doim tok kelib turishi shart emas. O'chib qolsa ham mayli. Ana shu holatda qaraymiz, kiruvchi avtomatimiz nominali aytaylik 50 amper bo'lsa, uzipimiz eruvchan saqlagichi esa 63 amperga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, unda eruvchan saqlagichni o'rnatishdan ma'no yo'qoladi. Bu yerda selektivlikni o'rni bor. Ana shu selektivlikni saqlash maqsadida ana shunday nominallar tavsiya beriladi. Agar mana bu IFU deb yozilgan eruvchan saqlagichning nominali kattaroq bo'lsa, kiruvchi avtomatni nominalidan, unda o'rnatmasa ham bo'ladi deb yozilgan. Agar avtomatimiz nominali eruvchan saqlagichni nominalidan yuqori bo'lsa, u holatda shu предохранитель shu yerda o'rnatiladi. Agar kirish avtomatimiz nominali eruvchan saqlagich nominali bilan teng bo'lib qolsa ham qoldirsak bo'ladi ikkovini. Avvalgi darslarda aytilgandek, varistorimiz tok chegaralovchi qurilmalar toifasiga kiradi. Gaz razryadnigimiz esa kommutatsion qurilma toifasiga kiradi.